Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarası da Gazi Roza. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 4. ayının 22. günü vatandaşım. Haftaki Düşenbe. Ben adetim boyunca kısa haberler şeklinde sizlerge yetkizdiğin vaziyet doğrusu fikrimni, vaziyetin halatını sizlerge yetkizip bulup ondan keyin tüngün söz diyemegen. Bunun da vaqt kech qolishi bo'lmaydi. Masalan, Ömer Kanat bilan suhbat ikkinchi. Men shuni materialni sizlarga topshiraman vatandosh. Bu matbuot e'lon qilingan Erkin Asiya radiosi Uyg'ur til gruppasi e'lon qilingan xabar. Hammamiz o'rtoqlashib, bunda bir o'tgan dedik, hozir hammamiz bir yangi do'qmish keldik. Yangi bir masalaga duchor bo'ldik, Uyg'urlar. Dedik bu hammamiz barliq Uyg'urlar o'ylashib baqadigan ishlar vatandosh. Anda faoliyatlarni shunga munosib tanishadigan, to'g'rilaydigan gap. Avval vaziyat to'g'risida anglanglar. Birinci haber, yani hoş haber deydi. Xi Jinping en zor besimga duch keldi. 7 devlet guruhi siyasi tallash elib bordi. Undaq bo'lmaydi ekan. Yangi davr 8 devlet armiyasi Beijingga yo'pirilib kelib, butun jungoni azod qiladi. Sushauxi obzori 4. ayının 21. günü YouTube. Bunun dilgini biri Rusya'ya harbiy jihatda yordam berish. İkincisi Tayvan meselesi deganda chegara dengiz Tayvan bo'g'izida urush to'qinish paydo qilmaslik va hokazo shunga munosabatlik ahvollarda hozir 7 davlat guruhi bir narsa degan o'xshaydi. Buning yozma shakilli xabari yo'q. Men buni hozir YouTube'dan Sushauxoning obzoridan aldım vatandaşım sizlerge yetkizdim. İkinci haber yandan bütün şehirni qamal qilib, ciddi holatda turish. Xi Jinping 4 nafar vakillar o'mikini boshlab Vengriyani ziyorat qildi. Vatikanning popi Fransiskoni kutib olgandek kutib elinishi lozim. Bugungi Wall Street 4. ayının 21. günü YouTube vatandaş. Bu haberin erişimden acıdı yok idi. Bu ziyaret kılsı Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping ziyaret kıldı. Bırak 5. ayının 5'ede Fransiya deyilgeniydi. Evvel azı Vengriyani ziyaret kılıp ondan Fransiyani ziyaret kıldıkken Reis Xi Jinping. Endi azı Vengriyani prezidentima, vezirima Orban degen hem Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin'nin dostu hem Xi Jinping'nin dostu. Belki Vengriyaga tushganligi bu ziyoratda Vengriyaga tushganligi bu Yevropaga berilgan signal bo'lishi mumkinmi yoki nima? Xi Jinping shu aytganda uning qo'lida birdan bir ko'zir nima desangiz vatandosh bozor. Jungoning ichki bozori, shu bozor bilan dunyoga popozi va hayva qilib ko'rsatib kelayotgan gap. Uning qo'lidagi popozi quroli faqatla bozor. Hozir Vengriya keladigan, undan keyin Fransiyaga boradigan. Anda 3. haber. Wang Yi bilan ko'rishganda ochiq oshkora bo'lish va taglikni oshkoralash. Xabardor kishilar bunda ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken pul muomala embargosi yurgizganligi to'g'risida Jungoga bevosita tahdid soldi. Kurt Campbell, muavin davlat ishlar kotibi Kurt Campbell bunda oshkorildi. Allaqachon Jungoga ogohlantirish berildi. Yuqori qishloq qatorida. Agar qo'lini tortmaydi ekan, Jungoning mas'uliyati surishti qilinadi. Intayin ehtiyotchanlik bilan o'ylanib ko'rishini umid qilamiz. Wall Street 4. ayının 21. günü YouTube.
qisqa xabar. Buningdagi ikki parcha xabar Wall Street gazetining xabari, birisi Suv Shavxoning xabari. Bu bugungi vaziyat ekan, vatandosh. Endilikki biz xabarimizni o'zimiz kelamiz. Ömer Qanat do'stimiz bilan suhbat ikkinchi. Ömer Qanat do'stimiz bilan suhbat ikkinchi. Ömer Qanat efendi, men dedim, yangi masalaga duch keldim deb, siz demsiz shundoq masala demamsiz, shundoq o'ylamsiz, o'ylamamsiz, bunu bilmayman men. Men o'zimning his qilishi doirasida hozir tushunishim doirasida shundoq bir vaziyatga duch keldim, dedim, shunga men hodiqib, shu vaziyat oldida hodiqib tunugun ki sözlügen xabarimde 4. ayının 20. günü deymen dep, hatta 4. ayının 27. günü dep demem. Çünkü bir yer Ömer Qanat efendi bir milletinin hazır, onun autonomiyasını, müstakillığını, memuriyetini koyup durun ende. Bir yer koyup durun, zapas koyup durun, hazır hayatlık, hayat gelişi. Hayat gelişi meselesi sizden aldığınızga menin aldığımı kilovatıda. Bütün Uygur'un aldığı kilovatıda. Hayat geliş, bir Uygur'unu qoğdap gelişki mümkünlük olsa, bir Uygur'unu qoğdap geliş. İkkini qoğdap gelişki mümkünlük olsa qoğdap geliş. Hazretleri siz, biz ve başka her kandak faaliyetçiler bu yolda bir Uygur'unu mu qoğdap kalalmadı? Veya ki bir Uygur'unu hoş kılgıdak bir xabarga erişemedi Ömer Qanat epe. Onun üstüge bana 2 günde bir yetip kelgen xabar cümleden meni hoduqturdu. Endi sizge qanday ta'sir qildi bunu bilmayman. Sizlar yuqori darajali faoliyatchilar hozir 4. ayning 16. günü ta'rifladim, madihledim. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida Uyg'ur guruhi quruldi. Buni taqdirlashga, alqışlaşqa arziydigan bir faaliyet bu resimlarning hammasi menda saqlaqliq hozir. Ömer Qanat efendi, endi ma xabarni anglaysiz da. Ömer Qanat efendi bilan suhbat ikkinchi. Amerika pul muomala aparatlari Xitoyning harbiy ishlar taraqqiyoti va Uyg'ur erki qirg'inchiligini qo'llayotgan shirkatlarga milliardlarcha dollar mablag' solgan. Mavzulu xabar 2024 yıl 4. ayının 20. günü Erkin Asiyanın Uyghur Til Gruppasi e'lon qilindi. Xabar ne? Tayyorlig'i muxbir irada. Amerika Xitoy strategik raqobati alayda komiteti Avam palatasida qurilgan reisleri Mike Gallagher ve Raja Krishnamurti 19 aprel günü Amerika'nın en çok pul muamele şirketi hesaplangan MSCI ve halkaralık meblag seliş şirketi bolgan Qarataş BlackRock şirketlerinin sallık malumatları üstüden elip verilgan tekşürüş dokulatını e'lon qildi. Tekşürüş dokulatında Amerika Wall Street ko'chasidagi mablag' solg'uvchi shirkatlarning Amerika hukumati tarafidan Xitoyning harbiy ishlar taraqqiyotini qo'llaganligi va hamda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgakiga sherik bo'lganligidagi sabablar bilan qora tizimlikka kirgizilgan 63 yurishlik Xitoy şirketiga 6 milyard 500 milyon dollardan ortiq mablag' solganligi ma'lum bo'ldi. 63 Xitoy şirketiga 6 milyard 500 milyon dollardan ortiq mablag' solganligi ma'lum bo'ldi. Bularning ichida faqat MSCI şirketining o'zila bu o'rinlarga, bu şirketlarga 700 milyon dollar mablag' solgan bo'lsa, BlackRock yani Qarataş şirketining solgan mablag'i kam deganda 1 milyard 900 milyon dollar bo'ldi. Doklatda Amerikalik mablag' solg'uvchilar mablag' solgan bu şirketlar
Xitoy armiyasi uchun ilg'or kurashchi aeroplan va yadro qurollarini yasab chiqqan. Bu şirketler Xitoy uchun ilg'or kurashchi aeroplan va yadro qurollarini yasab chiqqan. Uyg'ur xalqiga qarshi elib berilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ijro qilish uchun qo'llangan texniklarni borliqqa keltirgan shirkatlardir deb ta'kidlandi. Ömer Qanat Efendi dikkat hazır bu şirket Uygur'un kişilik hukuki, Uygur'unu jenosayda qirg'in qilish, Uygur'unu jazo lageriga solash, ularni qo'yib turing, sol tarafda, o'ng tarafda qo'yib turing. Hatta bu şirketler Amerika Qo'shma Shtatlari davlatining davlat manfaatiga ziyon solgan. Nima ilg'or kurashchi aeroplan, hatta atom qurollari, yadro qurollarini ishlaydigan. Ala şehrini Ömer Qanat Efendi ilg'or kurashchi aeroplan yasaydigan, hatta yadro atom qurollarini yasab chiqqan. Shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ishiltidigan, icra qilish uchun qo'llanadigan texnikani borliq keltirgan, yasab chiqqan shirkatlar deb ta'kidlandi dokladda. Amerika Xitoy strategik raqobati alohida komitetining raislarining biri. Avam palata a'zosi Raja Krishnamurti, radiomiz Uyg'ur bo'limi direktori Olim Sitopning maxsus ziyoratini qabul qilganda, rahmat Olim Sitop efendi. Maxsus ziyoratini qabul qilganda mazkur doklad o'ttirib qo'yilgan amaliyotning o'zini afsuslantirganligini aytgan. O mundaq degan. Amerika mablag' selish va boshqaruv shirkatlarining Amerikaning manfaatiga qarshi harakat qiladigan Xitoy shirkatlariga mablag' selish ko'lamining buncha cho'ngligi bizni afsuslantirdi. Raja Krishnamurtining so'zi bizni afsuslantirdi. Raja Krishnamurti efendinin ko'rsatishicha Amerika Wall Street ko'chasidagi qisman shirkatlar favqulodda komitetining bu vaqtdagi tavassiyalaridan keyin Xitoyga mablag' solishni to'xtatgan bo'lsa-mu, ammo yana nurg'un shirkatlar mablag' solishni davomlashtirgan. Bundaq bo'lishidagi sabab mablag' solishning qonun bo'yicha cheklanmaganligi ekan. Raja Krishnamurti mundaq degan. Shirkatlardan buni so'ragan vaqtimizda ularning bizga beradigan birinchi javobi biz qonunliq savdo qilyapmiz deyish bo'ldi. Ikkinchidan ular biz arzuga qarab turib mablag' solmaymiz. Ömer Qanat Efendi biz qonunliq savdo qilyapmiz debdi Amerika mablag' solg'uchi shirkatlarining rahbarlari Krishnamurti Avam palatasi a'zosiga. Shundaqla ikkinchidan ular biz arzuga qarab turib mablag' solmaymiz debdi Ömer Qanat Efendi. Mablag' solg'uchi Amerika shirkatlari Davlat Majlis Avam palatasining a'zosi Krishnamurtiga. Bu so'z esingizda bo'lsin, Juma Ömer Qanat Efendi. Biz qonun bo'yicha savdo qilyapmiz, arzularga mablag' solmaymiz. Bu gap esingizda bo'lsin Ömer Qanat Efendi. Deydi, mencha bu javoblardan biz yuqoridagi Xitoy shirkatlariga mablag' solishning oldini olish uchun Amerikada rasmiy qonun tuzib chiqishimiz lozimligini ko'rib olamiz. Dokladdan ma'lum bo'lishicha mablag' solingan 63 yurish Xitoy shirkati ichida Amerika tarafidan Uyg'urlarning gen uchurini yig'ish, majburiy emgakka selish, nazorat qilish kamerasi yasash orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qo'llash qatorliq jinoyatlar bilan ayblanib qora tizimlikka elingan shirkatlar, Xitoy shirkatlari shuni qilib turib,
Qar tizimli elingan şirketler. Bugün Amerika savdogarlarından mablag' salgan şirketlerimi dal şu şirketler. Amerika devlet siyasi bilan qar tizimlikka aldı. Amerika şirketleri yana bu şirketlerge mablag' saldı. BCI guruhi Şinjan Zhongday Ximiyelik Esdarlık çeklik şirketi. Çihu 160 bexatarlik texnik şirketi. Daku yeni enerjiye şirketi. Zhejiang Dahua texnik çeklik şirketi. Zhongshan Telegraf şirketi. Qatarlıqlamı var iken. Demek bu şirketler hemisi Uygur kırgınçılığını texnik bilen təminlegen şirketler. Xitayning Uygur qirg'inchiligi siyosatini texnik bilan ta'minlagan shirkatlar bu shirkatlarga Amerika shirkatlari mablag' solgan gap. Hatto bu shirkatlarni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati embargo qilish qora tizimligiga kirgizib bo'lgan gap. Amerika Xitoy raqobati favqulodda komiteti ta'kidlashicha MBCI şirketinin meselesi var. Xitoy şirketlerini mablag' ko'rsatkichiga kirgizishi. Bu şirketlerini yolluk ko'rsatib, ularga mablag' solish salohiyatiga ega qiladi ekan. Ondan BlackRock, ya'ni Qaratash qatorliq mulk boshqaruvchi shirkatlar mablag' solg'uvchilarga bu Xitoy shirkatlarining xatarli harakatlarini oshkorlamagan asosda mablag' soladi ekan. Komitet, Avam Palata qarmog'idagi favqulodda komitet doklatining oxirida mundaq ko'rsatdi. Agar mundaq bo'lmaydi ekan, milliardlagan Amerikaliklarning hayoti bo'yicha yoki bular cheklamaga uchramaydi ekan, biz uni cheklamaydi ekanmiz bu shirkatlarni. Undaq bo'lmaydi ekan, milliardlagan Amerikaliklarning hayoti bo'yicha yig'ib to'plagan pullari Xitoy Xalq Cumhuriyatining harbiy ishlar taraqqiyotini va Uyg'ur qirg'inchiligini o'z ichiga olgan kishilik huquq nafsandisiliklarini davomli mablag' bilan ta'minlaydi. Demak, biz qonun tuzib, qonun chiqarib bu shirkatdan cheklamasak, ular hargiz kayniga yanmay bu mablag'ni selaverdi deb ogohlantirdi. Favqulodda komitet Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasining qarmog'ida. Bu komitetning boshlig'i Mike Gallagher efendi edi. Uning muavini Krishnamurti, Raja Krishnamurti. Endi bu yerda nima deymiz hozir? Afsus, Amerikalik bu o'g'il, bu erkak kishi Mike Gallagher 4-oyning 19-kuni vazifadan iste'foga chiqdi. 39 yoshli yigit hozir davlat majlisidan chiqib ketdi. Bu Uyg'ur uchun aytganda, Uyg'urning kishilik huquq uchun aytganda bir ziyon, vatandosh bir ziyon. Shunday bo'lsa, hozir yani davlat majlisi ishlaydi, davomli to'xtamay ishlaydi. Shuni qaraymiz, Amerika Qo'shma Shtatlari hozir qaytadan bir qonun tuzib buni cheklashi mumkin dedi Krishnamurti, Raja Krishnamurti. Ömer Kanat Efendi qarang. Hozir dunyoda gap degan to'la, so'z degan to'la. Allohma chiroqni tunigun olsam bugun o'chib turib bu. Ah Xudoy. Ömer Kanat Efendi, siz da'vo qilasiz. Uyg'ur xalqi da'vo qilyapti. Hozir fikrim qochdi, zehnim yana qochdi. Men sizga ikkinchi qatimda bu leksiyani o'tirib qo'ydim. Tunigan so'zlagan leksiyamda sizga bir vazifa topshirish xarakterlik bir iltimos qildim. Biz endi da'voni qaytadan boshlaylik dedim. Ömer Kanat Efendi, shu esingizda bo'lsin. Şu esingizda bo'lsin. Men o'qigan tarix manbayat turibdi, chiqarib qo'yaman deb ko'rsatmabdimi? Ha. Shu tarix bo'yicha fikr qilib, bu tarixni yozgan kishi
Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixshunos yoki faylasuf siyosiy kafedrasi Georgia universitetining kafedrasi siyosat kafedrasi o'qituvchisi John Garber. O to'g'rida yana davomli so'zlaymiz Umar Qanot apandi. Men shu kitob bo'yicha so'zlab kelyapman, shu kitob bo'yicha tadqiq qilyapman Umar Qanot apandi. Men bu kitobdan chiqargan xulosam shuki, Ulug' okean urushi, ikki dunyo urushi mezgilida Ulug' okean urushi, ya'ni Iroq Sharq fronti, Yevropa urushi, Gitlerga qarshi urush. Bu ikki maydon urushda Amerika Qo'shma Shtatlari faşizmning ustidan g'alaba qildi vatandosh. Umar Qanot apandi. O tarafda Germaniya, Italiya faşizmning ustidan Amerika armiyasi g'alaba qildi. Bu tarafda Ulug' okeanda ham Yaponiya faşizmning ustidan Amerika armiyasi g'alaba qildi. Rossiya mu g'alaba qilgan qatordagi davlat. Rossiya mu hujumga uchragan davlat. Umar Qanot bilasiz bu narsalarni, lekin men qayta so'zlashim kerak mana. Lekin Rossiyaning g'alabasi shu bo'ldiki, u Iroq sharqida Jungo Kompartiyasini tarbiyalab chiqdi, Jungo Kompartiyasini o'stirdi va Jungo Kompartiyasini siyosat xalqaro, yo'q davlat ishida avval, ondan xalqaro siyosat sahnasiga kelib chiqdi Umar Qanot apandi. Bu ikkinchi dunyo urushidanki Rossiyaning g'alabasi, Amerika Qo'shma Shtatlarining g'alabasi avvalgi g'alabasi. Ana shu g'alabalar qatoridan nuqtali holda konkretlashtirsak, Ulug' okean urushining g'alabasi birinchisi Prezident Trumanning Yaponiyaga 2 dona atom bomba tashlaganligi. İkincisi, Stalinning Iroq Sharq Yaponiyaning Kanton armiyasiga 1,5 million kishilik askariy qo'shin chiqarganligi. Üçüncüsü Umar Qanot apandi. Uyg'uristonda yangi qurilgan davlat Uyg'uriston davlatini munqariz qilib, setib etib, xalqaro siyosat sahnasida savdogarchilik qilib degandek, mushu omillarni qo'shganda 3 omil Prezident Trumanning 2 dona atom bombasi, Stalinning 1,5 million kishilik harbiy qo'shini, shundaqla 3-chi omil Uyg'uristonda qurilgan davlatdan setilib ketishiga Xitoyga qo'shib berilishi. Mushu 3 omil Ulug' okean urushining g'alabasini qo'lga keltirdi. Biz o'zimizning, millatimizning manfaati turib tarixni shunda baholaymiz. Boshqa tarixchilar qanday qaraydi o'zingizchi? Mushundoq yash Umar Qanot apandi. Şunu biz davani qaytadan başlaymiz dedik. Bunun tayyorlig'ingiz bormi? Yani bunun ustiga hayt yaxshi payt keldi dema hozir qator tushibsizlar 4-oyning 16-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisida Uyg'ur gruppasi. Bu vaziyat birli sizning emas. Meni qana men endi 80 yosh kirgan odam, boshqadan xotirjam bo'ling Umar Qanot apandi. Boshqa ishlarda xotirjam bo'ling, men 80 yoshga kirdim. Bu dunyoda 4 kunligim, 5 kunligim qolgan odam. Lekin eng oxirida biz davoni qaytadan boshlaylik dedik. Boshlab shuning mumkinlik bo'lsa, bu da'vo yana sizlarning qo'lingizga qoladi, yoshlarning qo'liga qoladi. Umar Qanot apandi appointment e'lon qilib bir yana echbaq. Davlat majlisida Xitoyga boshdan oxir qarshi turib kelayotgan o'g'ilmonlar bor. Amerikaning azamat o'g'illari bor. Shundaqlardan birini tepingizmi? Aşılağı dep, muşunda işkenmedi bizden aramızda bir qeri var edi. O guvahladı ötümen, men çünkü işki meseleye duş geldim. Buraya hazır 27 bin şirket dünyada Uygur'un altını bilen soğudu kılıdı iken, bu altını Uygur'un mecburi emgiki işlep çıkardı iken. Yani buraya hazır 6 milyon dolardak meblağ saptı Amerika şirketleri çeklengen. Ne mi depti o? Çeklengen şirketlerge, yani Amerika Qo'shma Shtatlari embargo qilish uchun qora tizimlikka olgan şirketlerge, hozir Amerika şirketlari mablag' 63 Jungo şirketiga Amerika şirketleri mablag' sapdi. Umumiy mablag' 6 milyard 500 milyon. 6 milyard 500 milyon sapdi.
Muşunun münasebetli kaldı. Endi Uygur'un siyasi derdi nime? Zat Uygur'un siyasi dert nime muşunu? Siz gacırız degen bir kere adam sözley. Men davatıda appointment biremsizler dep Amerika Devlet Meclisi'ne iltimas kılsınız. Sizin kolunuzda kildi Ömerkan Tapan. Men dedim ki faaliyetçi adamsınız. Makama şuna kılaylı Ömerkan Tapan de. Teyyar men. Materyal kuruşumdan aç yok benim. Kitabını götürüp elip görüm. Ben şu kitabını okudum. Tetkik kıldım. Bunun için de 80% materyal var. Bunun için 20% tasavvurum var. Mesela sözdeyim ben Uygur degen muşundaki dünyadaki milletler Katar'da Uygur kat götürüp müstakillik dekarlıgan idi. Bu bana muşundaki Yaltı kompresi, Moskova kompresi bile yıkılıp gitti. Hazır 500 bin nüfusu var milletler müstakil devlet bulup Okeanya aralırdı yürüydü. 200 bin nüfusu var milletler devlet bulup Okeanya aralırdı yaşap yürüydü. Bu 35 milyon nüfusu var Uygur. Neymiş ki Xitayga müstemleke oldu Ömerkan Tapan'da? Tabii. Sizi koygan müracaatım şu, sizi koygan talebim şu Ömerkan Tapan'da. Bugün bir şey daha hırlışı da devamı kiyeninde, Xuda bilirse.